Bilasizmi, ba'zida hayotingizda siz havas qiladigan insonlar bo'ladi. Va siz o'ylaysizki, u insonlarga hammasi zo'r, hammasi oson, hammasi mazza deb o'ylaysiz. Lekin shuni tushunish kerakki, hayotda har bir inson hayotida og'ir kunlar, muammoli vaziyatlar, sinovlar bo'ladi. Farq esa faqat bitta. Siz havas qilayotgan insonlar bu sinovli vaziyatlardan ongli ravishda o'ta olishgan. Ular bilim va anglash orqali bu vaziyatlarni yengil qabul qilishgan, shu sababli vaziyatlarni yengib o'ta olishgan. Qanday qilib bu sinovli vaziyatlardan, sizga berilayotgan muammolardan oson va yengil o'tish mumkin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, buning javobi bitta. Bu ham bo'lsa bilim orqali. Agar siz ham hozirgi kunda sizni qiynayotgan savollaringizdan oson va yengil o'tishni va serobgar hayotda o'zingiz xohlaganday yashashni istayotgan bo'lsangiz, savolingizni direktdan bizga yozib yuborishingiz mumkin. Men sizga chin dildan yordam berishga tayyorman va bu savolingizni birgalikda hal qilamiz.